2017 yıldan bu yan milyonlagan Uyg'urning lagerlarga qamalganligi haqida xalqaro taratqular va hukumat organlarida guvohlik bergan lager shohidlari va ularning yurtidagi urug' tuqqan qarindoshlarining Xitoy doiralari tarafidan uzluksiz har xil tahdid hujumlarga uchrayotganligi xalqaro taratqularda xabar temalari bo'lib kelmoqda. Shulardan biri bo'lgan Gollandiyadagi Qalbi Nur Sidiqxonimning BBC agentligi qatorliq xalqaro taratqularga bildirishicha, u taratqularda oshkor holda Xitoyning Urumchidagi lagerlari haqida guvohlik bergandan keyin o'zi va Urumchidagi qarindoshlari uzluksiz tahdidga uchrab kelgan. Qalbi Nur xonim oxirgi qatam 2-oyning 17-kuni Urumchidagi Xitoy davlat bexatarlik soqchilarining uning hadisi va boshqa qarindoshlarini soqchi idorasiga chaqirib kelib, uning bilan undidor ekranida tahdidlik suhbat o'tkazganligini oshkorildi. Suhbatda soqchilar oilasi orqali uningga tahdid selib, tezdan qaytib kelishini talab qilgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Amerika, Angliya, Kanada va Yevropa ittifoqi Beyjingning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligini bahona qilib, Xitoy doiralarini jazolashni qaror qilgandan keyin bir qism Osiyo davlatlarining bosh elchilaridan tashkillangan vakillar o'miki Sharqi Turkistonni ziyorat qilgan. Xabarlarga qaraganda, Shanxay hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Vladimir Narov va Xitoydagi 20 necha davlatning bosh elchilari va diplomatlaridan tarkib topgan vakillar o'miki 30 martdan 2 aprelgacha Sharqi Turkiston rayonini ziyorat qilgan. Armeniya, Tojikiston, Belorussiya, Nepal, Ozarbayjon, Moldova, Eron, Pokiston va Rossiya qatorliq nurg'un davlatdagi diplomatlar ziyoratning birinchi bekiti sifatida terrorlik va oshqinlikqa qarshi turish bosh tema qilingan ko'rgazmani ziyorat qilgan. Vakillar o'miki yana Qashqar va Oqsudagi o'xshamagan millat kishilarining uyida mehmon bo'lgan. Xabarda aytilishicha, vakillar o'miki a'zolari Xitoy hukumatining terrorlik va oshqinlikqa qarshi turish tirishchanligini qo'llaydiganligini bildirgan. Xitoy Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatini atalmish terrorlikqa qarshi turish kurashi nomida oqlab kelgan edi. Facebook'ning 533 million abonentlarining uchuri oshkorlanib ketdi. Bu uchurlar xakerlar sifatida e'lon qilingan. Savdo maxbiyati tor bekitining xabariga qaraganda, xakerlar sifatida 106 davlatdan kelgan 533 million Facebook abonentining telefon nomeri va shaxsiy uchurlari haqsiz ham baharlangan. E'lon qilingan shaxsiy uchurlarning 32 milliondan ko'proqining Amerikadan, 11 millionning Angliyadan, 6 millionning Hindistondan kelganligi bayon qilingan. Bu uchurlarning telefon nomeri, o'rin uchuri, tug'ilgan vaqti, elektronlik xat uchuri qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Bexatarlik mutaxassislari bu uchurlarning xakerlar tarafidan aldamchilik uchun ishlatilishi mumkinligini ogohlantirdi. Yevropa ittifoqi Iordaniyadagi siyosiy o'zgarishga urinish jinoyati bilan 20 kishi qo'lga olingandan keyin Iordaniya podshohi 2 Abdullohni qo'llaydiganligini e'lon qildi. Yuqori darajali kishilarning tunugun kechda podshoh Abdulloh 2-ga suiqasd qilganlik uchun Iordaniyada tutib turilganligi o'tirg'a chiqdi. Washington Post gazeti Iordaniyada 20 kishining davlatning muqimligiga tahdid elib kelganlik uchun qo'lga olinganligini va podshoh Abdulloh 2-ning inisi Shahzoda Hamza bin Husaynning Ammondagi uyida tutib turilganligini o'tirg'a qo'ydi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Iordaniya bir qism kishilarning tutib turilishi sababidan yuz bergan davlatning muqimligiga tahdid soladigan voqealarni andisha ichida kuzatayotganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, dunyo miqyosidagi musofirlarning soni 80 milliondan oshgan bo'lib, ko'pincha musulmon ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tayyorlagan navbatdagi sonliq ma'lumot va dokladlarda ko'rsatilishicha, dunyo miqyosida 80 milliondan ortiq odam har xil sabablar tufaylidan rayonlaridan ayrilishga majbur bo'lgan. 2019 yilning oxirigacha bu sonning yarmidan ko'proqi, ya'ni 46 million kishining ishga ko'chish va majburiy ko'chish ekanligi, ayollar va bolalarning bu jarayonning ta'siriga eng ko'p uchraganligi ko'rsatildi. Istatistikaga qaraganda, dunyodagi musofirlar va panohlik tilaguvchilarning ko'pinchisi musulmonlar ekan.
Birleşken Devletler Teşkilatı doklatıda musafirlar hareketining 3dan 2 qismining Suriya, Afg'oniston, Sudan, Birma va Somalidan iborat 5 davlatdan kelganligi ta'kidlangan. İran bilan Saudiya Arabiston o'rtasidagi urushga shohid bo'lgan Yamanmi bu tizimlikning beshida yer olgan.